Nimaga bugun internet maydoni nafrat maydoniga aylanib ketishiga yo'l qo'yib beryapmiz do'stlar? Nima uchun bugun qozilar ko'payib ketdi? Nima uchun hamma qozi boshqalar uchun? Go'yoki Alloh unga vakolat berdi, u hammaga jannat va do'zax muhrini beruvchi muhtaram qozi. Nima uchun? Nima uchun odamlarga tahkim qiladigan bo'ldik? Boshqalarga baho beradigan bo'ldik, o'zimizni unutib qo'yib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis keladi. Boshqalarning ko'zdagi kichkina nuqsonni, changni, g'uborni ko'rasan-u, o'zingning ko'zingdagi katta-katta shohlarni ko'rmaysanmi dedilar. Bugun shunaqalar ko'payib ketdi. Bahs qilaman deydi. Ay birodar, musulmondagi haqlardan biri unga nasihat qilish kerak. Faqat nasihatni internetga chiqib olib emas, nasihatni o'ziga qilish kerak. E'tibor qilyapsizmi? Bugun hamma shuni kasb qildi o'zicha, lekin musulmonchilik unday bo'lmaydi. Musulmonchilik birovni xatosini bildingmi, xato gapiryaptimi, bor o'ziga. Yolg'iz o'ziga gapirgin. 3 martagacha gapirasan. 3 martagacha. Senga hech kim vakolat bermaydi internetga chiqib uni tahkim qilishga. Ishonmang, men islomni qayg'usini qilyapman deganlarga. Ular o'z nafsining qullaridan boshqa narsa emas. Musulmonning haqqini sizlarga aytaymi? 3 martaga aytadi, o'ziga borib aytadi. Odamlar oldida emas. Hali internet emas hali. Bitta ikkita odamni oldida aytmaydi kerak bo'lsa. 3 martagacha yolg'iz o'ziga aytadi. Mana bu gaping noto'g'ri, mana bu gaping noto'g'ri, mana bu gaping noto'g'ri. Isbotlab beradi o'ziga, faqat shaxsiga, yolg'iz o'ziga. 3 marta ham aytganini qilmagandan keyin xoli qo'yadi, tek qo'yadi. Samasudga islom ruxsat bermaydi. Internetga o'tib olib hammaga tahkim qilish samasuddan boshqa narsa emas. Islom bunga qarshi. Musulmonning haqqi 3 marta aytadi, qilmadimi? O'zining yo'liga davom etadi. Faqat o'zining qarindoshlariga hisobsiz aytadi. Farzandlari, yaqinlari, aka-ukalari, qavm qarindoshiga 3 marta had belgilanmaydi. 3 marta had begonalarga belgilanadi. O'zinikilariga to'xtovsiz aytadi. Lekin Imom Shofiy aytganlaridek, xatoyimni o'zimga aytsang meni isloh qilgan bo'lasan. Odamlar oldida aytsang meni sharmanda qilgan bo'lasan. Musulmonni sharmanda qilish izzai mo'min haromdir.